31.900 ga bir xona, ikki xona qilingan Dinamo bozorcha oldida joylashgan 5 qavatli panel domimizning 4-qavatdan bugun uyimiz sotuvga chiqdi. Proyektlarni birga ko'rib chiqamiz. Asosiy kirib chiqish eshigimiz, to'g'rimizda birinchi xonamiz. Uyimiz to'liq remontdan chiqqan, eshik derazalari almashgan, barcha mebel texnikalari bilan birga konditsioner, televizor, yumshoq mebellari mavjud. Keyingi xonamiz. Spalni qismi, bunda ham spalni mebellari, shkaflari qo'yilgan. Keyingi nimamiz umumiy sanuzil. Pastdan yuqorigacha to'liq kafel qilingan, chiroyli tartibda, demak remont qilib qo'yilgan. Oshxonamiz. Mebellari mavjud, konforkasi, vitishka, xolodilnik, steralka, o'tirib ovqatlanish uchun stol stullari ham qilingan. Garderobni zona qilingan, ortiqcha banka shunga o'xshash nimalarni qo'yishingiz uchun. Bu tomonda prixozniy zonasi. Yana bir marta takrorlab o'tamiz. Dinamo bozorcha oldidagi 5 qavatli panel domimizning 4-qavatdan bir xona, ikki xona qilingan. Umumiy maydoni 47 metr kvadrat, narxi 31.900. Pastda egalarining nomerini qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilib gaplashishingiz mumkin.